Ushbu ko'rib turgan baliqlar endi agar bittasi bolalasa, mana shu ko'rib turgan baliqlar endi qarindosh urug'ingizga ketadi. Agar ikkitasi bolalaydigan bo'lsa, mahalla-ko'y atrofingizdagilar baliq bilan ta'minlaysiz. Agar 10 tasi bolalab qolsa, bor mana shu ko'rib turgan baliqlar endi bitta tumanda baliq bilan ta'minlab yuborsa bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalining kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Bugungi video obzorimiz sizlar bilan birgalikda uy sharoitida intensiv usulda ilon baliq boqish haqida sizlar bilan qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, yaxshilab o'rganib olinglar. Videoning tagiga telefon raqam qo'yib qo'yaman, ko'tarmayman lekin. O'sha lakatsa deb yozib qo'ysangiz, lakatsa bo'yicha ko'tarishim mumkin, lekin qolgan payt qolgan ishlarim bor, to'g'risiga. Kimda-kim baliq boqishga qiziqadigan bo'lsa, Telegramda Kiril alif bosdi. Ilon baliq deb yozsalar chiqadi. Bo'lmasa mana shu telefon raqamida saqlanib qilsalar, Telegram chiqadi. Telegramdan shuni silkasiga kirsalar, o'sha yerda kanalda opsiya naqasi bor o'zi. Silkasi bor. O'sha yerga kirib ulov olsalar ham bo'laveradi. Hozirgi kunda 6100 ta shogird chiqarganman O'zbekiston bo'yicha. Bemalol boqsangiz bo'laveradi. 7 yoshdan 70 yoshgacha boqsangiz bo'laveradi. Ozuqasi o'rtoqlar suvda nimaiki bo'lsa, suvda yashaydigan narsalarni yeyveradi. Quruqlikdagi hasharotlar bo'lsa ham yeyveradi. Qo'shimcha ozuqalarga o'rtoqlar atrofingizda qassobxona, qushxona bo'ladigan bo'lsa, yog'dan tashqari hamma narsani yeyveradi. Tovuqda at-qo'ti, achigan, sasigan narsani yemaydi lekin. O'sha taraflariga ahamiyat qilaman. Suv tanlamaydi. Kiran suvmi, pishma kiran suvmi, ariqni suvmi, zakamni suvmi, zovurni suvmi, daryoning suvmi, qorni suvmi, yomg'irni suvmi farqi yo'q, yashaveradi. Qishin yozin yashaveradi, lekin qishda ovqat yemaydi. Kiran suvda boqib turganlar bitta narsaga ahamiyat qilinglar. Kiran suvda boqib turganlar xlor bo'lmasa bo'ldi. Xlor chiqadigan bo'lsa, iloji yo'q, baliq boqib bo'lmaydi. O'shanisiga e'tibor qilinglar o'rtoqlar. Xo'sh, ko'paytirish jarayoni. Bitta erkak bitta urg'ochidan ko'payadi. Haligi tovuqqa o'xshab, boshqa hayvonlarga o'xshab 10 kungani bilan juplashib ketolmaydi. Bitta erkak bitta ayol bilan juplashadi. Uy sharoitida mana bunaqangi basseyn qilib turib, o'zingiz ko'paytirsangiz ham bo'laveradi. Lekin nu degan tarafi bor, baliq sig'may ketadi. Hozir buni sizlarga ko'rsataman. Mana bunaqangi bo'lib turib, baliq zichlashib ketib qoladi. Mana shu ham mana ko'rib turganlar hammasi baliq, suv tagida baliqlar mana shu. Baliq zichlashib ketib qoladi. O'shaning uchun bolalaganda inkubator qilib turib, qo'shimcha joy qilib turib, hovuz qilib turib, yana bunaqangi basseynchalar olib kelib turib, bemalol ko'paytirsalar ham bo'laveradi. Xo'sh, ozuqasiga to'xtaladigan bo'lsak, chuvalcha, shunaqangi hasharotlar, suvdagi liboy narsani yeyveradi. Atrofingizda aytib o'tganimdek, o'sha qushxona, qassobxona bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda chiqadigan at-qo'tlarni ham yeyveradi. Bemalol boqsangiz bo'laveradi. 6 oy ozuqa yedi, 6 oy to'xtaydi o'rtoqlar. Ya'ni kim? Xo'p. Mana shu martdan havo isigandan keyin ozuqa yeyishni boshlaydi, o'sha oktyabrgacha ovqat yeydi. Undan keyin qishi bo'yi ovqat yemaydi. Mana shu holatda turadi. Kimda kim qiziqaman deydigan bo'lsa, baliq boqaman deydigan bo'lsa, shogirdlar guruhim bor. O'sha shogirdlar guruhiga ulov olsalar ham bo'laveradi. Oyiga 300 ming so'mdan to'lov bor lekin. Ipidan ignasigacha o'rgataman. Qaysi biri erkak urg'ochi, qaysi biri urg'ochi, qaysi biri erkak, hammasi davolashlari, kasalliklarga chalingandan nima qilish kerak, hammasi haqida batafsil ma'lumot beriladi. U shogirdlar guruhida sizga 1 yil mobaynida o'sha baliqni to ikir-chikirigacha, hammasigacha, hamma sir sinoatigacha o'rgatilinadi o'rtoqlar. Hamma yog'i kak bo'lishini o'rgatilgandan keyin o'rgandim, bo'ldim deganingizdan keyin bemalol chiqib ketsangiz bo'laveradi. Misol, deylik, Qashqadaryodanmisiz, Surxondaryodanmisiz, Samarqanddanmisiz, Andijondanmisiz, Farg'onami, Toshkentmi, O'zbekistonning qaysiki nuqtasi qat'iy nazar Telegramdan shogird tushmoqchi bo'lsangiz, ismingiz o'sha viloyatingizni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Qiyin joyi yo'q. Mana shu baliqni qanaqa boqish kerak bo'lsa, hammasini o'rgatib qo'yaman. Xo'sh, go'shti bo'yicha birinchi o'rinda turadi, mazalilik bo'yicha. Chunki ozuqasi, mana suvning sifati bu shunaqangi baliqki, hattoki iflos joyda yotmaydi. Toza joyda yotadi. Shunisiga ham bir nima dedi? E'tibor qaratganman. Suvni o'zi yotadigan joyini shunaqangi pokiza saqlaydi, keyin hidlangan, achigan, sasigan narsa yemaydi. O'sha hisobiga go'shtining mazasi o'ta vkusdan chiqadi. Hozirgi kunda mana KFC'lar tayyorlashyapti. Masalan, bundan xohlagan taomingizni pishirsangiz bo'laveradi. Qo'g'rib yeysizmi, dimlab yeysizmi, sho'rva qilasizmi, shashlik qilasizmi, farqi yo'q. Xohlagan taomingizni pishirsangiz bo'laveradi. Mol go'shtiga o'xshagan qattiqroq bo'ladi, yog'sizroq bo'ladi, mazali bo'ladi, to'yimli bo'ladi.
Mana shu baliqni yeb turib, masalan, kaloriyasi kuchli boshqa baliqqa nisbatan. Masalan, oddiy o'zim misol boshqa baliq yeydigan bo'lsam, uyga kelgandan keyin gap tortishga yarim soat, 1 soatdan keyin qornim ochib ketadi. Yana qo'shimcha ovqatlanaman. Lekin bu baliqni qiziqishga yeb ko'rsangiz, oshxonaga ham, biron restoranga ham, biron kafega ham kirib turib baliqni shu go'sht yeydigan bo'lsangiz, to'yimliligiga ham ahamiyat beringlar. Xo'sh, tez o'sadi baliq. O'sha 1 oyda 300 grammgacha vес bosadi bemalol. Buni o'sha olib borib erkak urg'och tashlaganingizdan keyin, juplashgandan keyin may oyida ochib chiqishni boshlaydi. Toki o'sha oktyabrgacha, havo sovigungacha baliqlarni lichinkalarni o'zi boqib oladi bolasini. O'sha paytgacha ovqat yeydi. Undan keyin martgacha ovqat yemaydi. Mana shu holatda turaveradi. Mana shu holatda saqlanaveradi. Sovuq suvda ham yashaveradi, lekin ovqat yemaydi. O'zini ichki yog'ini hisobiga ichki yog' to'playdi, organizmda o'sha bilan yashaydi. Harakat kam. Harakat kamligini hisobiga ovqatni o'ziga singdiradi, yegan ovqatini o'ziga singdiradi. Bu baliqlar hammasi tirik. Hozir ko'rib turib bu baliqlar cho'ta o'yinchoq tashab qo'ygan deyishlari mumkin. Lekin mana naqib turib bir tepadigan bo'lsa, bu baliqlar hammasi aktiv bo'ladi. Mana hammasi aktiv holatda bular. Kasalliklarga chidamli, uncha-munchaga o'lib qololmaydi. Kislorod kerak emas, hech qanaqangi kislorod kerak emas. Mana hammasi aktiv holatda. Ertalabdan kechgacha uxlaydi, ozuqasini yeb, damini olib yotadi. Shomda, o'sha ozon chaqirgandan keyin, shomda qorong'i tushgandan keyin aktivlashadi, baliq suzishni boshlaydi. Xohlasangiz 3 mahal ovqat berishingiz mumkin. Xohlasangiz o'sha shomda o'sha iminni qorong'i tushgandan keyin bu aktiv bo'ladi, o'shanda olovga chiqadi. Xohlasangiz o'shanda ovqat berishingiz mumkin. Ortiqcha kislorod, ortiqcha xarajat ketmaydi. Ozuqasi bitta ovqat yeydi, bo'ldi, tamam. Ana qilib sasallarga o'xshab, boshqa baliqlarga o'xshab ertalabdan kechgacha ovqat yeb, harakat qilib suzib yurolmaydi. Ozgina ovqat yeb oladi, bo'ldi, tamam. Shu bilan o'sha harakati kam. Mana shu holatda yashab yotaveradi. Kimda-kim qiziqadigan bo'lsa, manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuv shaharchasi, ismi Ikromjon. Arentir bog' yonida, park yonida, park bor, bog' yonida, o'sha yerga kelib turib Ikromjon desangiz, o'sha ko'pchilik taniydi. Agar mobodonda dastavka qilib chiqarib yuboring deydigan bo'lsangiz, o'rtoqlar dastavka xizmatlari ham bor. Kelishib qolmaydigan bo'lsa, taksilardan chiqartirib yuboraman. Endi eson-omon uyingizga yetkazib olib bersa bo'ldi. O'shancha iloji boricha o'zingiz kelsangiz, konsultatsiya olib, qanday boqish kerak, qanaqangi suvda hammasi haqida gaplashib ketsangiz ham bo'laveradi. Nur ustiga nur bo'ladi. Kimda-kim qiziqadigan bo'lsa, baliq boqaman deydigan bo'lsangiz, oftob tushib tursa bo'ldi, issiqlik tushib tursa bo'ldi, yashaveradi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Baliq 7 xazinani bittasi, daromadi normalniy. 6 oy boqasiz, 6 oyda keyin xudo xolasa yetilgandan keyin olib chiqib sotib turib bemalol bozorga olib chiqib sotsangiz, sota oldingiz, yomg'ir yog'ib yubordi, nimadir bu shamol bo'lib ketdi, bozorda odam kelmagan taqdirda ham baliqni qaytarib olib kelib turib suvga tashlasangiz yashab ketaveradi. Shunaqangi baliq bu. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Pastdagi telefon raqamlar faqatgina o'sha sizlar Telegramga ulab olishlaring uchun, adresni bilib olishlaring uchun Telegramdan lokatsiya deb yozib qo'ysangiz, qisqa lo'nda qilib bo'ldi. Shu orqali ketilmayveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.